Dalaxon, agar men sizga eksklyuziv Surxondaryo ayollari ichidan birinchi bo'lib baliqlarga ozuqa tashashni, oziqlantirishni o'rgatsam va siz shu imkoniyatdan foydalanishga qanday jur'at etasizmi yo'qmi? Albatta. Bo'lmasam O'zbekistondagi eng katta baliqni ko'rmoqchimisiz? 1, 2, 3. Salom do'stlar, bugun sizlarga terimizda joylashgan ovqatlanish uchun ideal maskanni ko'rsatmoqchiman. Bu yerning manzarasi kuz bo'lishiga qaramay juda chiroyli. Joyimizning nomi Ekoturizm suv bo'yidagi restoran. 2019-yilda ochilgan bo'lishiga qaramay, qarang, qanday go'zal joyga aylangan. Bilaman, O'zbekistonda shunday joylar ko'p, lekin Surxondaryoda bunday maskanlar kam topiladi. Bu yerda suv ustidagi terasalar, yopiq bostirmalar va ayniqsa milliylik bilan zamonaviylik uyg'unlashgan o'tovlar sizni kutmoqda. Ketdi. Tol darat qilganimizdan ko'ryapsizlarmi? Kemachan qarang buni. Ana kinoning ismi nima edi? Karib dengiz qaroqchilari. Karib dengiz qaroqchilari xuddi shuni aytib Xo'p, birgalikda habzor qilib bo'ldik. Endi birgalikda menyu bilan tanishib chiqamiz. Menimcha hammaga ham qiziq bu narsa. Bu yerda nimalar bor? Qanday ovqatlar tayyorlanadi? Menyu bilan hozir sizlarni tanishtirib o'taman. Ko'rib turganingizdek mana bir qismi ko'rsatilgan bu yerda shashliklari, turlari, sabzavotli turlari tayyorlangan, kuskavoy, jigarli, baliqli shashliklar bor. Yana hozir to'liq birgalikda ichkariga tanishamiz. Keyin shu yerning xo'jayinlari ham bizga aytib o'tadilar. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Sog'lik, yaxshi tashlanayapsizmi? Rahmat, yaxshi. Xush kelibsizlar. Xo'p, bizga menyularni qanday tushuntirib berasiz? Qanday menyular bor? Menimcha bu hammaga ham qiziq bo'lsa kerak-a? Birinchi o'rinda o'zi nima yeymiz deb keladigan odamlar bo'lsa kerak. Albatta bizni 60-70% taomlarimizni ichidan baliq taomlari tashkil qiladi. Lekin oldin kabobni oldida turganimiz uchun kaboblar bilan men bir tanishtirib o'tay sizlarni. O'zimizda qo'y go'shtidan qilingan kuskavoy. O'zimizda qiyma kabobimiz, sabzavotli kabobimiz bor. Keyin kavkazskiy kabobimiz bor, kattaroq. Va baliqni biz mangalda pishirib berishimiz mumkin. Sazan balig'ini, farel balig'ini, laqqa balig'ini. Ya'ni baliqlarni ham turli xil usulda pishirib berasizlar. Albatta, 7-8 xil usuldagi taomlarimiz bor. Baliqdan tayyorlanadigan. Avvalambor baliqni o'zini. Baliqli shashlik ham bor ekan. Albatta, baliqdan kabob ham bor. Baliqdan kabob ham bor ekan. Mumkin. Ajoyib buni ta'mi. Agar tatmoqchi bo'lganlar bo'ladigan bo'lsa, kelinglar, tatib ko'ringlar. Bahosi 5 buni. Faqat baliqni qovurib yeydigan insonlar, agar turli xil usulda pishirilgan yeb ko'rmoqchi bo'lsangizlar, yangi ta'm his qilmoqchi bo'lsangizlar, bemalol kelishingiz mumkin ekan. Necha xil usulda pishirib beraman dedingiz? Pishirib beramiz. Xo'p, 7-8 xil kamida bor. 7-8 xil. Qanday usullarda? Masalan, mangal bitta usul, qovurilgan. Avvalambor bizda tandir qilinadi. Tandir, baliqli? Baliqdan tandir qilinadi. Tayyorlangan tandir. Juda ham ta'mi zo'r bo'ladi. Shashlik qilishimiz mumkin, kabob qilishimiz mumkin. Mangalda, setkada tayyorlashimiz mumkin. Sazandan yoki fareldan chexambili qilishimiz mumkin. Chexambili bu yarim qo'rilgan baliqni ustiga sabzavotlar, pomidorlar, yog' solinadi, ozgina dimlanadi.
Ozgina parhez taom hisoblanadi. Bundan tashqari qizartirib qovurish bor va o'zimizni parakonektomat degan pechimiz bor. Unda tandir yana bir duxovkada chiroyli bir qizartirib pishirib berishimiz mumkin. Bitta men tavsiyam qovuradigan balig'imizni bir ko'rsatsam. Nimaga? Afzalli tarafi shundayki, biz hamma baliqlarimizni o'zimizning xo'jaligimizda yaxshi, sifatli ozuqalar bilan o'stirib, halol juda ham bir mazali, yog'siz baliq yetishtiramiz. Vaznlarimiz juda ham katta. 2 kilodan boshlab 4 kilogacha baliqlarimizni biz o'zimiz oshxonamizga topshiramiz. Marhamat, bir akvariumda ko'rsatay sizlarga. Endi ushlash qanchalik oson bo'ladi bilmayman, lekin harakat qilamiz bittasini ushlab ko'rsatishga. Voy xudo. Akalikin tirikligini ko'rib. Voy. Oh. Ana, ishladik. Mana bu balig'imizni vazni kamida 3 kilo. Yog'siz, mana sariqligini qaranglar. Voy, sangalar Juda ham sariqgina. zo'r. Mazali karp balig'i bu sazandan ham ozgina shirinroq hisoblanadi. Endi tirik jon bo'lgandan keyin albatta qarshilik ko'rsatadi. Ekoturizmning menyusida bosh qahramon baliq. Eng yoqimlisi bu yerda baliqlar Termizning o'zida tabiiy sharoitda boqiladi. O'zim ham baliq boqiladigan joyga borib, ularga ovqat berib ko'rdim. Juda yoqimli tajriba bo'ldi. Shu bitta motor olib ketyapti o'zida. Mana ko'taradimi meni? Wow! Qaysida yaxshiroq chiqadi baliq? Qaysida yaxshiroq chiqyapti baliq? Yo'q, 4. Yo'q, pagoda shunday. Meni olapsizmi shoma? Olganingiz yo'q-ku. Naqsam. Kelmagansiz bu yoqqa hali. Kelmagansiz hali. Прикольно, да, что такое siz Instagram uchun oling. Dadaxon bizni dengiz qafaslarimiz Uchquzilda o'rtasida joylashgan. Qirg'oqdan taxminan 350 metr masofada 30 metr chuqurlikda o'rnatganmiz. O'ziga yarasha jarayon, bu murakkab jarayon o'rnatish bo'yicha. Shuning uchun maxsus mana shunaqa suzuvchi moslama kema olganmiz. Bu kemamizda biz baliq yemlarini odamlarimizni toshib olib borib mana shu qafaslarimizga xizmat ko'rsatamiz. Hamma shu jarayonimizda mana shuni kemamizdan foydalanamiz. Hozir bir 100 metrcha qoldi. Borganimizdan keyin baliqlarimizga biz ovqat beramiz. Lekin baliqlar juda ham hurkadigan, qo'rqoq bo'ladi. Odam ko'pligida chiqmasligi mumkin, lekin uzoqroq tursak, sekin-sekin chiqib yemni yeb olishini, yeyishini ko'rishimiz mumkin. Buni qayerdan olib kelgansiz? Buni biz chet eldan olib kelganmiz. Antaliyaga borib ko'rib kelganman, Eronga borib ko'rib kelganman. Dengizlarda rivojlangan davlatlar mana shunaqa moslama bilan dengizlarda baliq yetishtiradi. Shuni bir orzu qilib, havas qilib uzunligi o'tib ketgan-a, ko'l tagiga. Buni hozir mana taxminan 50-100 metr atrofida tevaragida 2,5 tonnalik beton bloklar tashlangan. Keyin beton bloklar zanjirlar bilan 4 ta tarafidan baylanib turibdi. Shamolda, to'lqinlarda bu mustahkam turishi uchun muvozanatni yo'qotmasdan shu juda ham mustahkam arqon va zanjirlar bilan baylangan. Bu juda ham murakkab texnologiya. Bu ham shog'irdek. Qaramay, albatta hozir oson ishda o'zi yo'q. To'g'ri. Lekin biz Xudoga shukr buni bu yil amalladik. Endi faqat
shu yaxshi sifatli baliqni xalqimizni dasturxoniga yetkazish bilan shug'ullanib, shu duosini olib yuramizda nasib bo'lsa. Juda zo'r. Kim o'ylaydi mana shu Surxondaryoda shunaqa joy borligini? Surxondaryoda Hamma zo'r tadbirkorlar juda ham ko'p, qoloq emasmiz. Yo, Surxondaryo desa hamma aksariyat cho'l tushunadi. Cho'l bo'lishi mumkin ekan, ko'l ham bor. Tabiiy mana baliq yetishayotgan joylar. Oh. Manzaraga gap bo'lishi mumkin masalan. Bir kunda bir mahal kelib ovqatlantiriladimi yo haftasiga? Odamlar necha marta ovqat yeydi bir kunda? 3 marta yeydi. Bular ham 3 marta. Shunday rostdan. Ha. Hozir bu ko'p emasmi? Nechta baliq bor ichida? Qancha baliq bor? Bu ozuqasi uchun qancha pul sarflaysiz? Juda ham ko'p. Hisoblab chiqqanmisiz? Biron marta taxminiy ayting-chi aka. Taxminan Baliq boqish ham oson ish emas ekan. Hozir ko'rdim, 3 mahal buncha xaltalab to'kish. agar dollarda gapiradigan bo'lsak, Aha. taxminan 200 mingdan ko'p, 200 ming dollardan ko'proq yemga pul sarflanadi. Hamma chetdan olib kelasizlar yana. Chet elga olib keladiganlar bor. Shulardan buyurtirasiz. Shulardan olamiz. Uzoqroq oting. O, bular qo'rqmas ekan. Yo, och qolib ketgan. Rostdan bular yo qo'rqmaydi, yo och qolib ketgan. Qanchalik katta ekanligini ko'zim. Ana. Mana restoranda hammasi cho'ri tutib borasizlar, a? Aka, nol kelib. Buni ichida bitta turi bor, faqat. Xo'p, Donaxon, bu yerda sazan, yoki karp balig'i yetishtiriladi. Har bittasida taxminan 15 tonnadan 20 tonnagacha baliq yetishtirsa Har bo'ladi. birida, ha. Bunaqadan 4 ta turibdi bizda. Biz 150 gram holatida vaznda kichkina baliqlarni tashlaymiz va kuzgacha boqamiz. Yaxshilab boqadigan bo'lsak, 2,5 kilogacha bular vaznga Ega bo'ladi. Endi bu sifatli bo'lish uchun faqat eng brend baliqni yemlaridan biz foydalanamiz. Bu Turkiyaning yemlari, Gruziyaning yemlari, Eronning yemlari, Polshaning yemlari. Bularni jiddiylik bilan ratsion qilib, o'zini vaznidan kelib chiqqan holda, masalan, 150 gramlik baliqga 3% o'zini vaznidan tashkil qiladigan vaznda yem beriladi. Misol uchun 1 kilolik baliq bo'lsa 30 gram berish kerak. Biz buni matematikasi juda mustahkam sanalishi kerak. 10 mingta baliq solsangiz, misol uchun vazni 1 kilolik bo'lsa, demak bir kunda 300 kilo yem berishingiz kerak. Yana bir kunda 3 marta ovqatlantiramiz. Albatta, soat 8 da, 12 da va soat 5 da berish kerak. Bo'lmasa bular janjal qilishadi. O'zi janjal qilib turibdi hammasi. Ismingizni aytib, haqoratlab boshlaydi. Shuning uchun bular yaxshi o'sishi uchun soatma-soat o'zini vaqtidan kechiktirmasdan yaxshi parvarish qilingandan keyingina muvaffaqiyatga erishasiz. Bo'lmasa qiyin masala. Hozir bu yerda faqat mana shular, boshqa kishi yo'qmi bu ko'lda? Yo'q, bunaqa sadoklarni, bunaqa qafaslarni o'rnatgan tashkilotlardan O'zbekistonda o'zi 2 ta. Aynan shunaqalar kichkina qafaslar o'rnatgan, lekin aynan bunaqa faqat 2 ta Xorazmda va bu yerda o'rnatgan. Shuning uchun birinchilardan bo'lib biz bularni qo'yib, maqsadimiz shu yaxshi, zo'r baliq yetishtirish. Bunaqa parvarish qilish, bunaqa yetishtirish faqat sazan balig'i uchun to'g'ri keladi. Amur turidagi baliqlar, ular o'txo'r baliqlar hisoblanadi. Ular tabiiy ko'llarda, sun'iy ko'llarda o'stirsa bo'ladi. Keyin oq do'ng peshona o'richasiga tassallob degan baliqlar bor. Ular ham bunaqa qafaslarda o'stirib bo'lmaydi. Ular kenglikda o'zlari ozuqasini
o'zlari topib o'sishadi. Bu yerda faqat sazan yetishtiramiz. Donaxon, agar men sizga eksklyuziv Surxondaryo ayollari ichidan birinchi bo'lib baliqlarga ozuqa tashashni, oziqlantirishni o'rgatsam va siz shu imkoniyatdan foydalanishga qanday jur'at etasizmi yo'qmi? Albatta. Bo'lmasam bizni temirdan yasalgan kechagina keldi, yangigina savatchamiz. Shu bilan siz savogimiz bilan bir yaxshi uzoqroqqa tashishga bir harakat qiling. Eronda va Turkiyaning aralashma yemini. Eshitdingizlarmi? Faqat ehtiyot bo'lasiz, o'zingiz tushib ketmasligi uchun. Bu ham bir san'at deng, ha? Mahorat kerak. 1, 2, 3. Молодец. Qoyil. Yana bir marta berib ko'raylik. Hali qutmayapti. Iloji Bizga bor. juda yoqdi baliqni ovqatlantirishingiz. Siz bu yerda qoldirsak nima deysiz? Ishga olasizmi aka? Bir oy bepul ovqatlantirasiz. Qochib turasiz. O'rtaroqqa tashlasangiz yaxshiroq chiqadi. Bu mana hozir tadbirkor bilan birgalikda akamiz bilan birga baliqdan oziqlantirib ko'rdik, baliqlarni ham ko'rdik, qanday boqilishi haqida eshitdik. Hammasini birga kuzatib borlaysiz. Bu sizlar uchun qiziq bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishda, fikrlaringizni izohlarda qoldirishni va like bosishni ham unutmangizlar. Hali qiziqlar oldinda. Atrof tabiati ajoyib, shahar shovqinidan uzoqda, toza havo, sokinlik, suv bo'yida dam olish uchun ideal joy. Xullas do'stlar, bu yer siz bilan birgalikda keladigan kim bo'lsa ham farqi yo'q. Oilaviy deysizmi, o'rtoqlaringiz bilan, do'stingiz, kursdosh, sinfdosh, hamma bilan birdek kelishingiz mumkin bo'lgan joy hisoblanadi. Kelib mazza qilib aylanib dam olib ketsangiz bo'ladi. Qarang, buni go'zalligini qanday chiroyli. Xohlasangiz tashqarida, xohlasangiz ichkarida mana shunday o'tov shaklida tayyorlangan joylarda. Tasavvur qiling, siz dugonalaringiz bilan keldingizda, hech kim ko'rmasligini istadingiz. Aha. Mana shu yerdan suvni ham ko'ra olasiz. G'ozlarni, o'rdaklarni, baliqlarni ham ko'ra olasiz. Va hech kim sizga bu yerda xalaqit bermaydi. Soya, shinamgina joyda o'tirishga nima yetsin? Albatta, o'zi shu narsaga qarang. Shahar shovqinidan uzoqda bemalol suhbatlashib, ham borku havosi ham shunaqa toza, ko'rsangiz, kelsangiz, o'zingiz bilasizda bu yerlarni. Mana suv ham bor bu yerda. O'zingizga o'rdaklarni tomosha qilib o'tirsangiz bo'ladi, bemalol uchib. Hamma joyi juda ham chiroyli bezatilgan. Proyekt ham juda ham chiroyli ekan bu yerda aslida. Xo'p, bu yerda mana qurishingizda kimdan fikr uyg'ongan? Birinchi. Endi men o'zim oliy ma'lumotli odamman, shuning uchun ko'proq mana shu joylarda aylanib, ko'rib, nima qilish mumkinligini fikrlab oldin 7 ta bostirma qilganmiz. 7 ta bostirmani oralarida joy bo'sh qolgandan keyin u yerda ozgina to'ldirganmiz, bilasizmi? Bu joy bilan doimiy shug'ullanganingizdan keyin fikrda o'zi kelar ekanda va faqat o'zingiz nima qanaqa qilish kerakligini yaxshiroq bilar ekansiz. Bironta proyekt qiluvchi sizga mana bu yo'laklarni qiyshaytirib yoki ko'priklarni qayerda joylashtirish mumkinligini aytish qiyin masala. Bosqichma-bosqich kelaverganda, fikr uyg'onavergan, qilavergansiz, shundaymi? Shunday. Bosqichma-bosqich bo'lib, qachon biz qurgansiz? yashaganmiz. Yashaganmisizlar? Yashaganmiz mana shu fikr bilan demoqchiman. 2019-yilda bu yer birinchi marta ochilgan. Asl faoliyatimizni biz bostirmalarni ijaraga berib, odamlar baliq ovlab o'zlari. Mangalda, qozonda o'shani o'zlari tozalab, pishirib, taomlanib, bizga faqat ijara haqini to'lab ketishlari kerak edi xolos. Ammo lekin Surxondaryoning mehmonlari kelib, biz faqat dam olgani kelishimiz kerak bu yoqqa. Baliq ovlashga vaqtimiz yo'q. Hammasi ishli odammiz degandan keyin biz tezda buni restoranga aylantirishga o'tganmiz. Ochilganiga ko'p bo'lmasligi, ko'p bo'lmagan ekan, lekin 6 yil bo'ldi. 6 yil, lekin bu ham katta, ham kichkina muddat. Hali shuni aytmoqchiman men ham. Shunday kichkina muddatda shu holatga shuncha keltirilganda. Alfa va Z avlod uchun bu bizni yoshlarimiz hisoblanadi. Ular ko'proq rasmga tushishni xohlashadi, chiroyli joyda selfie qilishni
istashadi. Ular uchun yangi o'tov quryapmiz. Buni ichi oq bo'ladi. Oqga ko'proq urg'u beramiz, yoshlar uchun bag'ishlangan. Nasib bo'lsa, bu ham bir 20 kundan keyin tayyor bo'ladi. Bu o'tovni bitta odam qurmaydi. Misol uchun bir qismi Qoraqalpog'istondan olib kelinadi, nimadir o'zimizdan chiqadi, kafillari Erondan keladi. Demak, buni ham shuni olib keltirgansiz-da? Xuddi shunday. Mana shu o'tovimizni adashmasam bitta uyga puliga qurganmiz. Taxminan 27 ming dollar atrofida pulimiz ketgan. 27 ming atrofida ketgan o'tov. Sizlar o'sha joy bilasizmi? Lekin shunga yarasha lekin rosti atmosfera juda ham chiroyli. Mana ham eski davrga tushganga o'xshaysiz, ham zamonaviyda. Ikkalasi uyg'unlashgan holatda qurilgan. Shunday. Ekoturizm maskani aytib qo'ymoqchiman, faqat ovqatlanadigan joy hisoblanmaydi. Rohatlanib, miyani dam olib, yangi kuch olib, ishga sho'ng'ib ketadigan joy bu. Xuddi shunday. Hozir yana to'liq videoda ko'rsatib beramiz bu narsani, ko'rishingiz mumkin. Hozir esa ketdik baliqqa bo'lmasam, ko'rsataymi, salatdan boshlaymi, baliqdan boshlaymi? Do'stlar, mana hozir balig'imiz pishib keldi. Buni qarang, ko'rinishidan o'zi ishtaha ochyapti. Dahshatmi? Qarang buni mana. Shu yerda tutib, hozir shuni o'zini tayyor pishirib olib kelishdi. Qo'lmayib ko'rsatamaslig'i. Hali og'zimga somasini yerib ketdi-ku bu. Og'zimda yo'qib ketganday bo'lyapti. Do'stlar, mana bu firminniy salati baqlajondan tayyorlangan. Buni ham hozir birgalikda yeb ko'ramiz. Ovozdan his qilyapsizmi? Dahshat. Kelib o'zingiz yeb ko'rmagunizcha buni his qila olmaysiz aslo.